12 muqami Harlaq Yunqa madaniyat xazinesidagi bebaho guhar. Emgekcan, ijodchan Uyg'ur xalqining aql farosatining gapiri. Uyg'ur hayotining hamma taraflarini musiqa tili bilan bayon qiladigan badiiy qomusdir. Uningda Uyg'ur xalqining hayoti va go'zal ma'naviyati, istak-xohishlari, tarixiy reallik va turmush muhitidan kelib chiqqan muhabbat nafratlari, inson tafakkurining musiqa, badiiy adabiyot va usul qatorliq xilma-xil shakllari bilan ifodalangan. Mundaq musiqa asri dunyo millatlarining san'at tarixida kam uchraydigan alohida asar bo'lg'achqa, Sharq musiqa madaniyatidagi mo'jiza deb ta'riflanmoqda. Uyg'ur muqamlarining tarixi uzun, orq ko'rinishi keng va cho'ng. Muqamlar Uyg'ur xalqining beshidan kechirgan tarixiy davrlari bilan hamqadamdir. Muqamlar ko'plagan makon va bir qancha zamonda Uyg'ur xalqining nurg'unlagan daskorlari, naqshchilari va chalg'uvchilari tarafidan ijod qilingan xalq musiqasi. Bu kesim asliga vorislik qilib qayta ratlangan, to'liqlangan, mukammallashtirilgan 12 muqam, 360 ahang, 4492 misradan tarkib topgan. Hamda u yana Uyg'ur klassik shoirlarining she'rlari, Uyg'ur xalq dostonlarining parchalari va xalq qo'shiq baytlarini o'z ichiga oladi. Kaşın körgeç netik, aylanmayın için. Tebliğaydır. Ayağımda netik, baş vurmayın için. Baş vurmayın için. Lebin istep nedin candır, vermeyin abi hayat anzim. Yüzü körgeç neçik kız, kız açmayın ol der. Açmayın ol ber Bedremayındır. Yüzün hasret sabretmey o tüz ender düşkender. Emek halı yapışkan merdemi çeşmi, merdemi çeşmi. Çeşmi seyahindir. Yüzü hasret sabretmey o tüz ember tüskender.
Emes salı yapışkan merdumi çeşmi, merdumi çeşmi. Çeşmi siyahimdir. Yüzünü gayriden asrar, gün aldı dil abreti kandar. Saçın gelmez yüzün, etrafı hüzran, dudağımdır. Vaylakı ben rahat gamze-i çeşmim, onu berhem urarga kirpegen hayli, kirpegen hayli. Hayli sıfayımdır. Ayağı derdim vay derdime. Sırgıp şatkanı süzüp sular, sizge acayip ta'sirlik qissa bayonlarni so'zlab berdi. Ajdodlar halol ta'rlari taqchirishining hosilati bo'lgan al buloq suyining shildirashtirgan, otash qalblardan urg'agan muqim sadosi qo'shilsa, sizning nozik his tuyg'ularingiz qo'shilib, o'tmishimiz, hozirimiz, shundoqla kelgusimiz haqida cho'nqur o'yga cho'mishimiz va shu xil fikr yong'ini turtqisida butkul vujudimiz larzaga kelishi mumkin.